Sen noshudliging tufayli 20 yil zindonda o'tirdi. Ustozga bo'ysunish noshudlik deyilmaydi. Ashtaxochang men ekanligimni yaxshi bilarding. Buni yaxshi. Lekin o'quvey unday emas deganda sen nima qilding? Sen nima qilding? Hech nima. Nomani ololmagan ayb yo'q. Ayb yo'q degan. Yangi bo'lmag'ur narsalar bilan zaharlagan kim? Bekordan qolgan shomgacha mashg'uldirmi? Kim meni taqdirimni butkul o'zgartirib yubordi? Men nima qilgan bo'lsam, men bilan faxrlansin